Hammaga salom, sizlar bilan Sabina. Bugun biz uyimizni tomosha qilib chiqamiz. Bu mening uyim. Qani ketdi. Uyimizga kiramiz. Hos. Mana bu birinchi etaj. Bu yerda kinolar, multik, shunaqa o'xshash narsalar ko'rish mumkin. Bu yer esa oshxona ekan. Bu yerda garaj. Garajimizda mana bunaqa mashina bor. Bu meni mashinam. Bu yerda esa hech nima yo'q. Mana. Hop. Ko'chaga chiqib ko'ramiz orqa tomonimizga. Qo'yib qo'yamiz. Bu yerda bolalar kachelasi bo'lar ekan. Bu yerda esa ota-ona bolalariga qarab turishga o'tiradigan joyi bor ekan. Ana endi biz ikkinchi etajimizga ketdik. Bu bitta spalnya. Bu yerda tualet vanna bor. Bu kiyinadigan joy. Bu yerda kompyuter o'ynasa bo'lar ekan. Mana kompyuter yoqiladi. Narsalar ko'rsa bo'ladi. Multik yozishsa bo'ladi. O'chirib qo'yib ketdi. Bitta spalnya bor. Bu yerda esa bolalar o'ynaydigan va uxlaydigan joyi bor ekan. Bu yerda esa tualet vanna ekan. Bu yerda bitta sekret joy bor. Mana. Bu yerda dugonam bilan bekmunchoq o'ynaganda bu joyi ishlataman. Endi ko'chaga ketdi. Bu yerda daraxt, archa narsalar bor. Bu yerda esa pochta. Pochta kelmabdi hali. Mana kattagina hovli, uy. Mana shu uy ichida sizlarga bitta kattagina sekret joy bor. 50 ta obunachi qilib bersanglar, men u sekret joy sizlarga ko'rsataman. Obuna va like bosib ketish unutmanglar.